Jinoyat ishlari bo'yicha Urganch tuman sudi Urganch tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi bilan hamkorlikda payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan Urganch agrotexnologiyalar texnikumi binosida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Sayyor sud jarayonida Urganch tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi nazorati ostida turib, jazo muddatlarini o'tab kelayotgan 67 nafar shaxslar ishtirok etdi. Nazorat ostidagi shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik tadbirlar davomida Urganch tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi nazorati ostida turib, jazo muddatlarini o'tab kelayotgan 2 nafar shaxslar jazoni o'tash davrida tuzalish yo'liga o'tganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan muddatlardan ilgari shartli ozod qilish masalasi ko'rib chiqildi. Keng jamoatchilik ongida jinoyatchilikka qarshi kurashish, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini singdirish hamda yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish to'g'risida sud raisi ma'ruza qilib o'tdi. Bundan tashqari nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, bandligini va kasbiy ta'lim olishlarini ta'minlash, shuningdek ular tomonidan takroriy jinoyatlar sodir etilishining oldini olish maqsadida profilaktik suhbatlar o'tkazildi.